Qabulimga koksaltrosga chalingan ayol, ya'ni suyak yemirilishi boshlangan ayol murojaat qildi va bilasizmi, bu kasallikni psixologik tomondan tahlili shunday bo'ladi. Hammasini, barchasini o'zim qilaman. Va mana shunday shaklda yashagan ayolni atrofida hech kim yordam bermayotgandek tuyuladi. Turmush o'rtog'i uni qo'llamaydi, qaynona-qaynonasi uni qo'llamaydi, hech kim uni tushunmaydi. Hamma yoqqa o'zi yugurgan, bolalari ham hattoki uni tushunmaydi. Avvalo turmush o'rtog'idan nolingan ayol keyinchalik farzandlaridan umidi bordi, lekin farzandlaridan ham umidi oqlanmaydi va oqibatida hamma narsani qiyinchilik bilan, mushkulot bilan o'zi bajarayotgan ayolda kuch-quvvat tugay boshlaydi va oqibatda bu koksaltroz, ya'ni suyak yemirilishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Agar sizda ham muammolaringni bizga aytma, muammolaringni menga aytma, o'zing hal qil degan ko'rinishda tarbiya berilgan bo'lsa, buni darhol hoziroq to'g'rilashingiz va ishlashingiz zarur bo'ladi. Mana shundagina siz kasallikni ham o'z joyida to'xtatishingiz mumkin. Bizda aynan osteoxondroz, koksaltroz va suyak yemirilishdan shifolangan mijozlarimiz bor va o'zim qilaman, o'zim hal qilaman deydigan ayollarimiz uchun men barakali ayol klubini tashkil qildim. Bu klubda siz barcha kasalliklaringizdan shifolanish sirlarini, bilimlarini o'zlashtirasiz va hayotingizni muvozanatlashtirasiz. Agar sizga bu klub qiziq bo'lsa, kommentariyada barakali ayol so'zini yozib qoldiring, biz sizga to'liq ma'lumot berib o'tamiz.